Alo. Alo. Ha, onasi yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir ishdan chiqyapman, bir 40 minutlarda yetib boraman nasib qilsa uyga. Aham, bo'ldi, xo'p, kevring. Xo'p. Xo'p. Ha, отчетmi? Ha, qo'rqoq. Ayolimdan nimaga qo'rqaman? Qo'rqmayman. Har safar ishdan chiqayotganda telefon qilasan xotiningga. Shunchalik qo'rqasanmi? Sarvar olam bir yaxshi narsani aytganlar-da. Erkak kishi uyga qaytayotganda ayoliga uyga qaytayotganligini bildirib qo'ysin deganlar. Nimaga? Tushunmagan bo'lsang qarab. Sen ishdan chiqadigan vaqting ayolingga borayotganligingni aytib qo'ysang, ayoling ham erim kiyotdi ekanlar deb eng chiroyli kiyimlarini kiyadi. Pardoz andoz qiladi, chiroyli bo'lishga harakat qiladi. Seni eng chiroyli holatda kutib oladi. Uyingdagi noz-ne'matlarning hammasini eng yaxshisini san oldingga qo'yishga harakat qiladi. Buning uchun vaqt kerak. Bu vaqtni sen oldindan qo'ng'iroq qilib yaratib berishing kerak. Uni ustiga ayoling sen uchun eng chiroyli ayol bo'lib tursa, sen ham boshqasiga qaramaysan-da. Tushundingmi? Endi tushundim. Bo'pti.